Ko'pchilik eshagim toshib ketsa, uni allergiya bilan bog'lashadi yoki bu avtomatik ravishda oziq-ovqat allergiyasi bo'ldi degan gaplarni ko'p eshitamiz. Unda toshmalar chiqadi, ketadi. Ba'zan nimadir yeganiga ham umuman bog'liq bo'lmaydi. O'zidan o'zi hech narsa yemasa ham chiqib ketaveradi. Lekin baribir shunda ham ovqat allergiyasi bu degan taxminlar, iboralar juda ko'p uchraydi xalq orasida. Aslida eshagim toshmalari, ayniqsa bolalarda uchraydigani, har doim ham oziq-ovqatga bog'liq bo'lavermaydi. Ba'zan shunchaki oddiy virusli infeksiyalarning fonida yoki bo'lmasam oshqozon-ichidagi qanaqadir muammolarning fonida, ba'zan qanaqadir dorilarning fonida, hattoki stress fonida ham toshib ketirishi mumkin. Har doim ham allergenni qidirish, nimalarnidir qattiq cheklash, diyetalar qilish talab qilinavermaydi. O'zi ko'pincha bitta dona dori bilan bu narsani hal qilsa bo'ladi. Agar sizlarning ham eshagim muammosi bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta allergologga murojaat qilinglar. Bu sizlarni ortiqcha analizlardan, ortiqcha dorilardan, ortiqcha xarajatlardan asraydi.